Aka nima yengillik qilyapsiz endi? Yengillik dodasi bizda garnir va'da keldi, kichkinasi. Xo'sh. Necha pulga beryapsiz buni? Pulni olib o'zini ko'r. Mana. Hop. 25 ming qilib beramiz. 25 ming. Optimga donaga necha pul beramiz? Bizda dona degan narsa yo'q. Optim dona bir xil ketadi bizda. Voy, gap yo'q. Optim ham dona ham 25 ming. Donaga 25, optimga 30 degan joyi yo'q. Hammasi bir xil. Dona optim. Frutchi-chi aka? Voy, frutchi narxini olib o'zini ko'r, ukajonim. Assortimentlari, qara bombaligini. Voy, gap yo'q. Mana. Voshye, bomba kelgan. Narxi vosh keladi narxi. Men aytaman, sen otib qolasan. Necha pul aka narxi? Voy, narxi 32 ming so'm qo'yamiz, bo'ldi. 32 ming. Optimga donaga 35 ming. Voy, sen tushunmadingmi deyman meni gapimni. Bizda dona optim degan narsa hammasi bir xil. Hammasi bir xil. Donaga ham optimga. Xohlaganlarcha kelib olib ketaverasiz. Bunimizni garder vadamizni soni cheklangan holda bo'ladi. Faqat просто ozgina Frutlarimizda taka bor. Frutimiz muammo yo'q. Kelaverasizlar. Frutlar tagim bor. Oziq-ovqat, ikkinchi pavilon 100 do'kon. Pavilon 100 do'kon. Arava xizmatlarichi? Arava xizmatlari ham bor. Ichida dastlabki hammasi O'zbekiston viloyatiga Lo'bachaga olib beramiz.